Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sog'lig'ingiz yaxshimi hamalaring? Bugun men sizlarga shunaqa zo'r uy topib qo'ydim. Juda ham bir fayzli 3,5 sotixlik mana mindan navbatda xird ustidagi domlarda oxiri, bu tomondan kottejlarda oxiri bo'ladi. 6 sotixliklarda. Bu kottejimiz 3,5 sotix. Kottejimizni videosini boshlashdan oldin like, podpiska tugmasini bosib qo'ysalaring biz xursand bo'lib qolardik. Kontentlarimiz tarqalishiga sizlarni bir yordamlaring bo'ladi. Xo'p, 3,5 sotix. Remontlar fasa ham yo'q bo'lgan. Kirib yashashga tayyor, bitta uborga qilib olish kerak bo'ladi xolos. Mana ko'chasi. Xo'p, ichkari kiramiz. Ko'chatkalar qilingan. Ichida basenchasi bor. Kirganimizda chap qo'lda mana letniy kuxnyalari. So'risi. So'rini tagida podval ham bor, bemalol mana odam bosh tegmaydi, chuqurgina. Mana yozda maza qilib o'tirib, огородlari bor, archalar ekilgan. Yana xohlagan ko'chatlaringizni ekishingiz mumkin. Mana uyimiz juda ham bir fayzli. Menga yoqdi. Endi kimga qanaqa bilmadim. Uy chiroyli ekan. Hop, hech kim yashamagan bitta. Remontlar qilishgan. Ota-onalari kelib yashashligi uchun, lekin ota-onalari qariligi uchun o'zlarining uylarida qolishibdi. Buni egalari vodilli odamlar. Hop, mana kirish. Kirishda mana ikkita eshik qo'yibdiki, qishda mana bunisini ochib kirasiz. Bu eshik yopiq turadi. Buni yopgandan keyin buni ochsangiz, uyning ichiga sovuq kirmasligi uchun yaxshi o'ylangan. Hop, laminatlar qilingan, aboylar qilingan, eshiklar qo'yilgan. Xullas, hammasi qilingan mana. Kirganingizda uzun koridor. Hop. Kirganimizda o'ng qo'l tomondan boshlasak, ana bitta spalni. Laminatlar qilingan. Hop. Bunisi zal. Chunki zal deyotganimga sabab oshxonani oldida, bundan keyingisi oshxona. Mana. Tayyor. Yashashga tayyor uylarda. Avtomatdan ko'tarish kerakligi uchun svetlarni yoqmadim. Koridor. Mana bunisi oshxona. Gazli o'rni, moykani o'rni. Xolasalang. Mebelni shkaf qilib, xullas chiroyli qilib olsalang bo'ladi. Remontlari bo'lgan. Bu joyimiz Mindanobodda Qirni usti deyiladi va Sputnik deyishadi. Ashitda kottejlar oxiri, domlarning boshi joyida mana. Bu vannasi mana. Bunga koridordan kelib kirsangiz ham bo'ladi. Mana, buna qo'yilgan. Akvinalar qo'yilgan, kafellar qilingan. Ular juda ham bir go'zal qilib remontlar qilingan. Yonida hojatxona. Bitta duv kontur mana. Atapleniya, issiq suv, sovuq suvga yaxshisidan qo'yishgan ekan mana. Batdan ko'chaga chiqib ketsa bo'ladi. Mana bu vannada odam borligida buni yopib qo'ysa, eshigi. Bu hojatxonaga siz bu tomondan kirishingiz mumkin. Albatta ko'chaga chiqib ketish. Mana. Sizlarga hozir uyni burchagidan ko'rsataman.
Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Uyimizning narxini 36,5 ming deyapmiz. Shu beriladi. Hammaga rahmat. Bizni qo'llab-quvvatlayotgan, podpiska bo'lib, videolarimizga like bosayotganlardan Alloh rozi bo'lsin. Sizlar tufayli shu uyga muhtoj odamlarga yetib boryapti. Bir qiziqib ko'ringlar. Bizni qo'ygan uylarimiz narxlarini boshqa joylardan ham biz iloji boricha shu tushirishga harakat qilamiz. Buni ham 36,5 deyapti, lekin shu beradigan xonasi bor, kelib gaplashsalaring. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.